Allah ushbu qo'l ko'tarib duo qilayotgan azizlarni o'zingdan so'raydigan so'rovlari bor, undan afzalini bergan. Tilaydigan tilaklari bor, undan yaxshisini bergan. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, undan a'losini bergan. Hamma ishlarni o'ngidan kelishini, xayr baraka bo'lishini nasib etgan. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. El yurtni tinch-omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingning roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Yanagi Ramazonlarga sog' salomat, tinch omon kelib, bundan ham afzal va ziyoda tarzda ibodatlaringda qoyim bo'lishimizda o'zing sababchi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.